Assalomu alaykum Jahon Chayxonasining kuzatuvchilari, aziz obunachilari. Mana bugun 4 ta polvonimiz kelgan. 20 daqiqada 1 kilo oshingizni yeb 500 ming so'm yutib ketmoqchi. Akalar, sizlar qayerdan o'zi? Assalomu alaykum. Bizlar Zomindan tog'dan taksichilik qilamiz. Endi yaxshi niyatda biz mana xudo xolasa bellashuvda bellashib yutib ketish niyat bor. Mana start vaqtimiz ketdi. Boshlaring. Bismillah. Mana vaqtimiz oladi. 9 daqiqa bo'lyapti. 20 daqiqa yetib biz. Mana xudo xolasa mana 19-daqiqada Zomindan kelgan taksist akalar oshimiz yeb bo'ldi xudo xolasa. Va'da qilinganda 500 ming so'm pulni beryapmiz. Rahmat. Rahmat. Mana ko'rganlaringizdek haqqoniy ekan. Oshni ta'miga vaqti gap yo'q. To'g'risi oson bo'lmadi. Endi har bitta ishda o'zining qiyinchiligi bor, oson bo'lmadi. Kelinglar, tavsiya qilamiz. Oshda alohida ta'miga gap yo'q. Rahmat sizga ham alohida. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Klientlaringiz ko'payaversin. Rahmat. Kutamiz hammalaring Jahon Chayxonasi har doimgidek xizmatda.